Xo'sh, qarang, inoqa tunamki korxonaning ustiga bizlar o'sha masorifot ustiga ishlaymiz, xo'p. Kimki qolibdi, qarab to'xtang, o'sha copy-paste'ni bilasiz. Bu qaysi moniki moy hamal, saymi? Masalan, men xohlayman saurni copy qilsam, ustiga rost klik qiladim, bu joyga bitilgan bizlarga copy and move ko'rasiz. Copy and move ustiga endga qo'yam, chunki bu oxirga kelsin, saymi? Oxirga saurni bo'lib keldi. Ustini men nima ish qiladim buni? Rename qiladim. Xo'p, rename qildim, buni javzo qo'yadim bas. Bas yana buni nima ish qiladim, keladim bu joyga buni ham otini tag'ir berdim faqat. Chunki function hamma narsaga o'sha bir narsa ishlangan bo'ladi, xo'p, degan zarat emas, uni siz takror qilib bersangiz. Xo'p, bergan o'sha javzo degan ham ustiga copy qilib to oxirgacha. Lekin bu oxirga keldi, pas agar shu xohlaysiz buni vaqtdan vaqtga intiqol beraman desangiz ham, unda mousni tutib ketib bergan qo'yasiz, ko'rasiz. Bu final ba'da oxirga kesadigan. O'tmadi. Yo javzosini aytib vaqt qo'ying. O'tdi. Beg'ayr azam bizga o'sha rost klik tichga move ga nima ma'nosi bor move? Intiqol berma, taga copy ga tik mar bermang, bedan azam move ending. Olib qarang, men finalda avvalga aytaman desam, men aytaman shu qaysimizga javzo. Men xohlayman javzo avvalga bo'lsin. Amalda intiqol qilib qarang, amalda joyga borib to'xtaydi, move bo'ladi. Ya move end desam amal qilib keladi. Oxirga keladi. U zarat emas, copy ga qo'ying. Bu yerdan intiqomda qashlatasiz, oson tariqa bilan. Xo'p. Bizga bir shet bor edi-ki, oxiri final otga. Keling, finaldan dizaynni ayni o'sha shaklga siz dizayn bering, men ham oxirini kelib bu joygacha. Color berasiz backgroundingizga. Say. Xo'p, bir ko'radigan buni izofasini bu yerdan qilib, xolos bo'lsin. Kelasiz bu yerga o'sha bordarga bizda shu yerdan berib no border. Bordar yo'qmi? Axir cho'qa lostga o'yin ikkilamchini ketib berga bordar bering pas. Chunki oxiri tayyor yo'qchi. Va keling bu yerdan ham buni intihob qiling bu yergacha. Xonani joyini qo'ying. Bu yerga shu kalarni bering. Va ham shundan bu yerdan ham olib keling bu yergacha. Finalga bizlarning funksioni tushadiki, bu har oyda bor bergan bitsak komillar necha oy edi? 12 oy. Axir choqqa berga bitadiki, bu masorifi finali solona. Bu qaysini masorifi bo'ladi? Solona. Solonani final. Ya'ni solonaki 1 yilda oxiriga qanchaki masraf bo'lgan. Xo'p, bu qayni baqat vaqtida siz xohlaysiz bu baxroq kelsin, shu alignmentda shaqa klik qiling, shaqa keltirasiz. Saymi? Bu yerga shu xonaga siz function ishlaysiz. Keling, buni rangini men xohlayman xatniki white, background bo'lsin, bizlarga blue, bold. Shuga functionimiz shu edi-ki, men nima ishlaydim? Masoviy sum. Sizlarga aytdim, sum. Vaqt qisam qavsni men shuru qildim. Menga adres bakor, ya'ni shu baland bir xonaning ichiga bakor, bir shetida degadan emas, balki bir shetda o'zining ichidagi adres bakor. O'zining ichiga faqat kolonning qaysi kolonga to'xtaman men? D. Dini chandimida shu xonadan shuru qilasizmi? Amaldagidan dini chandimida? 15dasi. Pas bega bitta biz D 15dan. Qarang, o'sha joy intihob bo'ladi. Agar bir faz yana kamzob bo'lsa, o'zi o'chirib tarish shonza va g'ayrasini tayyorlaysiz. Shift deb reference bering, intiho qayergacha to 26 gacha. D 26 enter qilasiz. To'talamon bizda qoldirasiz. Yana bu moya amaldagi shuncha moya amalga o'rga izof bo'lsa, bergan malova bilan u keltirib to'tal ustiga malova bo'layveradi. D 26. Bu ham kelib to'qilanga ishlatmas. Shu adres. Xo'p, aynan keldi men savrdan agar bil farqiga izofa qilaman desam, amalda ketdan bega bor. Savr siz xohlaysiz savr qarang, aynan savrni men edit qilaman desam, qanday qilib edit qilaysiz sizcha? Double click yo F2 ikki narsa esingizdan chiqmasin. Agar shuni tag'ir beraman desam, ustiga bitadi shuni qildim o'chadi bu. Yo double click qiling ustiga yo F2 ni bosing. F2 ni bosdingiz, kelib shiftdan J ni bosing, qarang. To'g'ri men edit qildim. Degan bergan uni adres kerak. Inoba men sizlarga adresga bir xona deganini keltirib taqaman, men adresga olib kelaman desam, bir shet degadan shetni otib bakor kerak keladi. Shunday emas.
qarang shu yerda oti kerak keladi unga. Agar menga bir xona bo'lsa, faqat masoviy bitayman. Agar bir xona bo'lsa, nimani bitayman? Masoviy bitayman. O'shani adresini yod qilib qo'ygan bo'lsam, bo'ladi o'shani intihob qilasan. Agar sizga yo'q o'zi bir xona masoviyni to'yib qiling, kelib ostagina qaysini keltirmoqchiman men? Saurni keling bu yerga klik qiling, Saurni xonasiga o'tdi o'z xudiga, kelib Saurni oxiri qayerda to'tal qilgan. Shu yerda-ne? Shu yerda intihob qiling. Qarang o'z xudiga bergan o'sha adresiz balangiz ko'rinib turibdi, formula borgan. Ya'ni Saur o'sha nidoya, o'sha narsa adres. Ya'ni shuni siz agar G54 ni yod qilsangiz ham bo'ladi. Va beg'ayr azim kelib intihob qilsangiz ham bir xona bo'lsa zarrat yo'q. Enter qiling. Hali 0 chunki Saurni chetamiz hech narsa yo'q. Ko'rdingiz? Agar men borbaga bir farz savolga men amount masalan ta'dod oldim 4 dona g'alla edi 8 rupadan qancha bo'ladi? 32. Tagam o'sha xonaga kelib bizlarga CVCga ekan bizda CVCga bor jam qilib jirdim. Ba'd o'sha xona men CVC edit qilmoq qasdim bor. Keraman finalga qarang yana 0. Nima? Yo sayak o'sha xonaga. Saybada yana qarang yana o'sha bizga to'tal chiqib o'tadi qancha kesiga to'tal berganmiz. Qancha savolga yana qarang u ikkovi to'tal bo'lib bizga taga to'tal bo'lib to'xtaydi. Mas'ul finalda saramaydi. Say bo'ldi. Buni xitobergacha bu hadga bizlarning korxona solishi bor. Bizlarga to hadga ishlaymiz. Lekin u xonadan ketirib bu xonaga bizlar jamlamoqchi bo'lsak, faqat bir xona shu bilan menga keldi. Va hamchinin bu raqamdan ketirib shuga jamlay olaman inoga. Beg'ayr azo siz masovini urasiz, so'rab bitdiysiz nimani? Sam. Nimani bitayman bergan? Sam. Faustni shuru qilaman. Menga nima kerak? Vaqt shetdan shetda oti kerak bo'ladi. Shetda oti kolon number, row number ko'paloq bo'lsa, range bo'lsa, bir dona bo'lsa ham masoviy bilan borib men jam qilib ko'tarib keldim degan. Chunki link bo'ldi bir-biriga. Agar uzoq, yana ko'proq xona bo'lsa, samda bitmoqqa menga nima kerak? Zarrat bo'ladi. Pas boram masalan Saurga kelib Saurni xonasini shu yer to'tal bo'ladi-ne? Shundoq intihob qiling. To qayergacha-di? Mana shu yergacha. Bunda ham bo'ladi. Lekin unaqa tadak to'talda joylaningki, o'sha to'tal ustiga aloqa bo'lgan, o'rga maloq bo'lishi bu behtar bundan qiladi. Chunki imkon o'rtaga xona izofa bo'ladi, funksiyangizga shamil bo'lmasa. Qani yana ham o'sha narsa. Masoviy sum Saur sheet name nidoya berasiz G16 dan to G50 va C gacha bizga to'tal. Saybil enter ring qiling. O'rga mushaka. Saybil bu agar siz majmua bor bir xona degandan-ki, bu katta adresni jamlayman desangiz, majbur shu ishni qilasiz. Esingizdan chiqmaydi. Saybilda xo'p, vaqtki men bu narsani tuzatdim, bu ham bu raqamni ham keltira olaman. Ha, bu raqamni qila olaman, yo adres esimga bo'lsin, yo o'tib borib intihob qildim, ikkovi ham kerak. Agar adresni bitmoq qasdim bo'lsa, o'zim o'sha sarmog'ini bitaman. Agar intihob qilmoqchi bo'lsa, oson tariqa bor, dar intihobga borib kelasiz. Ikki tariqasi, uch tariqani o'rganamiz. Beg'ayr azam Microsoft ichiga bizlarga agar bor buni copy qilsangiz ham bo'laoladi. Masalan, shu xonani tanib, o'z bir xona bo'lsa, masalan, keling Saurda ichiga shu xona edi-ne, shuni copy qiling. Ustiga rost klik qiling, nima bo'ldi? Copy. Poinlarga keling, Saurda xonasiga qo'ying, bizlarga paste ichiga paste special ochiladi. Ko'rdingiz? Paste special. Paste special ichiga bizlarga link bor. Ko'rdingiz? Bunda bu yer picture link bor. Agar bu yerga link transmit xo'p, keling paste special ichiga. Paste link bor. Paste link mana ko'rdingiz? Buttons. Balkul paste linkga klik qiling. Xolos, o'sha gap. O'sha yana qarang, o'sha masoviy Saur o'sha gaplar yo tag'irot bormi ichiga? Bir $sign izofa qilgan $sign matlabini inshaalloh so'rab, o'rganasiz nima matlabi $sign. Men adres bilan birga $sign nima uchun beraman, nima halat bor? Inshaalloh uni ba'dan o'rganasiz. Kishi bilmasin deb. Ishxona nechta tariqalarini o'rgandingiz buni? Finalda endi ketirib shuga jam qila olasizlar. Bu korxonamizda bir ixtisomi shu edi. Yana matlab sizni korxonaga shu 12 oy purra, 12 oyda masorifotini jam qilib to'dalib finalda berga chiqayversin Excel ichiga. Xo'p, vaqtiga bu siz nima ish qilasiz? Kelamiz bu yerga amalli ichiga. Men shunani kittay munazzam qilmoqchi o'tim bor. Yana men xohlayman baqlari height bo'lsin, ya'ni itsin, o'sha qarab ketsin bor. Shu yerga qo'yaman korsarimni. Sizga intihob qilmoqlikka shift nima ish qiladi? Shift nima yursam, ayting. Intihob qilib ketay ko'rgan bo'lsangiz qarang. Intihob qilmoq ko'rasiz. Lekin kontrol bilan jihatga nima ish qiladi? Oxirga yeshtiradi. Ya'ni Ctrl Shift jihatda bossam ham oxirga boradi birdanga shaxt tarafga, ham intihob qilib boradi. Ham nima ish qiladi? Ham intihob, ham nimada oxirga eshittiradi. Qarang, menga qayerga eshittirdi shu bilan? XFD ham intihob qilib keldi. Men matlabga qo'shib kolonna mendan ko'rinmasin, hide bo'lsin. Ya'ni men boraman bu yerga qayerga? Page layout ichiga kolonni ko'ring. One second.
Bunda o'zini chegara alayman siz qoling. Qarang 2000 qancha farq bor. Mana shu yerga topasiz. Xo'p, men sizga aytdim ham Ctrl Shift tutib bizlar jihatga yursak ham intiqob ham nima. Past kelamiz bizlar qayerga? Format ichiga. Format ichiga bizlarga visibility bor. Matlab ko'rinishli yo nimali hide and hide ichiga keling. Bizda qaysini hide qilmoq qasdimiz bor? Kolonda. Ya'ni baqish qilmaydi. Ko'rdingiz? Pixelga. Xo'p, baqiy keling pas. Bizlarning korimiz bergan. Men bu joyni xohlayman. Ro intiqob bo'lib ketsa, Ctrl Shift talaqa jihatga. Keyin intiqob bo'lib kelish bilan. Ro. Yana baqiy kolonda hide demayman. Bunda kolonda esa pura tamonasi hide bo'lib ketadi. Siz bu yerga kelasiz. Bizlar hide qilamiz, hide and hide ichiga ro'ni bilan. Ham tayyoqdi ham bana. Insert izofa qilib berib qaddiga agar yo'q desangiz. Say bo'ldi. Ani baqish gap yo'q. Baqish kim bitiy olmaydi agar. Xo'p, buni ma'lum baqiy qulfi ham bor. Diga keldik bu joyga javzonam ham chun shishti qilasiz. Qaysini? Hammasini ko'radingiz, men nima ish qilib ketyapman sizga? Hammasi shu shaklda bizlarga tashkil etilgan. Ham javzo savri hammasini hoyitlarni qo'yib o'rgandingizdan, chunki bittasini ko'rsataman, hammasini tuzating. Mobaqqani men ishlamayman. Ana kelib rost klik qilaman bu joyga, menga bir kori degan bor, insert. Yana matlab bir sheet keltirmoq qasdim bor. Sheet bu yerdan bo'ladi, insert tabdan ham keltira olasiz. Insertga kelib worksheetni belang bitta olib keling. Yo beg'araz mana shu narsa bizga nima izofa qiladi? Ba'zi yana sheetni page ichiga borib men left rightni izofa qila olaman, ko'radingiz? Left right izofa qilib baqa o'tdi. Pas men shuni ustiga rost klik qilib men buni nima qilaman? Rename otini tag'yir beraman. Ya'ni buni bitkiman varaqi ibtidoiya. Harakatga bering. Bu korxonaga joyda buni ustiga ishlaysiz, xo'p? Varaqi ibtidoiya. Xo'p, varaq ibtidoiy pas kelib men xohlayman guideline viewdan borib nima qilay? Tik markni ko'taray. Ko'radingiz? Bu xalos bo'ldi. Ana endi siz bir ish qiling. Bir tasmini tutaman, mobaqqani o'zingiz tuzating. Insert tabni ichiga kiring, bir auto shape keltiring. Auto shape'larni ko'radingizmi? Auto shape'ni create qiling, keltiring bu joyga asos tuzatib qo'ying. Xo'p. Vaqtiga tuzatib ustiga rost klik qiling, add text, edit text ichiga biting hamal. Yana matlab mohi hamal. Xo'p. Intiqob qiling xatmatini, dizaynini, center va g'ayrasini o'zingiz tuzating. 3D meridiyasini so'rab o'zingiz berib tushasiz. Xo'p, asos munazzam bo'lsin. Men ustiga rost klik qilaman yo beg'ayrazo insertga boraman, hyperlink bor yo ustiga rost klik qilsam ham o'sha gap. Insertga hyperlinkga bordim. Hyperlinkni please and this document ga menga qaysiga borsin bu? Hamma. Okay. Ol qarang, men klik qilaman, moy hamalga keladi. Bas kelaman bu yerga, shu narsani men olaman, bu joyga bir taydaga qo'yaman, bu joyga aqabga ketsin. Pas yana moy hamaldagi men vaqtga korni xalos qildim, ustiga edit qiling. Men bitiman aqab yo pas varaq ibtidoiy bitsa ham bo'ladi. Aqab qo'ysa ham bo'ladi, say. Xo'p, vaqtga buni bunga keling. Bas build. Yana ustiga rost klik qiling yo control key ni ham bossangiz o'sha gap hyperlinkga boring, tilasiz this document varaq ibtidoiga back. Aynan bu klikdan. Qayerga bordi? Bas qayerga keldi? Hamma o'yini qoida munazzaman siz shu yerga tushasiz. Ibtido uchun ko'rsatishga qarshi keladi, pas yana shu yerga borasiz. Yana pas back qilib berib kelasiz. Bu xud tuzaldi. Siz agar sheetdan ham boramasiz. Siz yana program shaklida munazzam qilmoq qasdingiz bor. Qarab turing. Menga boya row number va g'ayrilar hammasi nima bo'lsin? Hide bo'lsin. View ga keling. View ga men xohlayman bu joyga keling, view ichiga bu shu emas, bu joyga keling. Men bu yerga kelaman. File ichiga. Xo'p, file ichiga qayerga kelay? Option. Optionga keldim, menga bor bega advance. Advance ichiga sizga bor show and hide. Necha qism shu bor? Xo'p, men sizga hammasini ma'nosini aytib beraman-ki nima beradi. Horizontal scroll bar bo'lmasin. Baxtarakaki bor. Mana bu tarakki ko'rasiz scroll barda. Xo'p, vertical scroll bar bo'lmasin. Shade tabs. Mana bu shade tabslar bor-ku, mana bular. Shade, bular bo'lmasin. Xo'p, auto filter bular to'xtabdi. Diga displayda qarang.
row and column header mana bular borku 1 2 3 va g'ayra bu bo'lmasin tadagi display ichiga shift right to left keling bu tarafda 0 ku o'sha vaqt ko'tarib bergan yo'q edi hodiga outline sen bilan buni ham ko'taring okay say bo'ldi buni ham beraning Excel ochib kelsangiz bu shakl sizga Excel ochilib kelsin chunki qultam qilasiz bitta katta kichik bo'lmaydi sora buni bunga click class bergan chunki tanus bilaniki borne bunikiga mena borasiz optioniga har qaysiniki juda hamaldikiga hamalni intihob qiling boring past advanced ichiga bizga keladi display yana shuni ichiga xo'p shuni ichiga kelasiz bu yerga shu bor bizga taga keling tadaki shuni to'xtatilgan bo'ladi xo'p buni kam qilamiz saybada saybada left right ni outline ni mitring berdim pastga o'rgandingiz bada qatoq ish option outline nimasi ketdi left right change bo'lgan boshqa gap yo'q keyin left right yana men change qildim shuni ichiga left right aksincha edi shuda ha mana shu ittiroq say bo'ldi mana qarang bega click class baqa xo'p formula bor ham gum bo'lsin view ni ichiga formula bor say bo'ldi korxonaga final bizdan hamisha bot ochib kelsak bu joyga agar sizda studies bordagilar ham bo'lsin studies bor ustiga rost klik qiling xo'p tadaki qarang tadaki xonalarga qarang bizdaga bu bor mana bu view va g'ayrilar zoom men xohlayman shu zoomda ham nimasi ketsin header ko'radingiz slayder ham ketsin xo'p degan bizlarga nimaga shuning ichiga bitib qo'yibsiz scroll masalan scroll lock yo masalan sil modes va g'ayrilardan tiqmorini ko'psin yana talamasini ko'tarmang lekin mana shu narsaga shuga bizga ko'rna katalog o'zi o'shani qarang xo'p degan bizlarga nima qoldi view qoldi viewniki qani view tuzatib keling va hamchun bunga background bering backgroundni borib tuzating va bu bir korxonaga taqriban bizga foyda